Birinci ders ihlas haqida. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Dövendi dehtanlağa Abdüveli Qari Rahimahullah'ın İslam dersliklerinden birinci ders ihlas haqida degan dersini o'qishga başlaymiz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Birinci ders ihlas haqida. Dersimizning birinci mavzusini ihlas mavzusi qilib tanlamoqchiman. Chunki har bir amal oshkorisida qandoq katta bo'lishidan qat'iy nazar, ko'rinishida qanchalik tirishchanlik bo'lishi qaramasdan, uning tagida u amalda ihlos bo'lmasa, bu amal bekor amaldir. Ammo ko'rinishi kichik amal bo'lishi qaramasdan, uning tagida bu amalda ihlos bo'lsa, bu amal Allah subhanahu wa ta'ala'nın huzuridagi maqbul, ya'ni qabul bo'ladigan amaldir. Shuning uchun ham biz yaxshi tushunmakligimiz kerakki, islom dinidagi muhim asoslarning eng kattasi har bir qilayotgan amallarda, ibodatlarda Allohga ihlos bilan amal qilish shartdir. İxlosga zid bo'lgan narsalardan butunlay ehtiyot qilish shartdir. Shuning uchun ham ba'zi olimlar men dinga olim bo'lgan kishilarning ichida faqat odamlarga qilayotgan amallarida nimani maqsad qildiganlarni, nimani maqsad qildiganni o'rgatadigan olimlar bo'lishni xohlaydim. Va niyat amallari haqida kishilarga ders beradigan maxsus kishilar bo'lishini xohlaydim. Chunki odamlarga kelgan hamma musibat shu ixlos sifatini yo'qotganlikdan paydo bo'lgan degan ekan. Qalb amali. İxlos qalb amali. İnson uni ko'rsatib bera olmaydi. Lekin bu Allah subhanahu wa ta'ala bilan banda o'ttirisidagi sirdir. Amalning oshkorasini biz ko'rishimiz mumkin. Ammo biz ixlosni ko'ra olmaymiz. Qalb amalining muhimligi shu darajadaki ahli sunnat va jamoa iymonni ta'riflab aytganki, iymon degan nima? Iymon til bilan iqro qilish. Bu oshkor bo'ladi. Qalb bilan e'tiqod qilish bu ko'rinmaydi. Shariat ahkomlariga amal qilish bu ham ko'rindi. Qalb bilan e'tiqod qilish mana bu ixlosdir. Qalbda ixlos tepilsa mu'min bo'ladi. Qalbda ixlos tepilmasa munofiq bo'ladi. Shu qalbdagi ixlos tepilmasligi bilan dovzaxning eng ostida bo'ladi. Til bilan iqro qilib shariat ahkomlariga amal qilsa, qalbda ixlos tepilmasa, munofiq holatda musulmonlarning safida yashab, musulmonlar qatorida yuraverdi. Shu qalbdagi ixlos tepilmasligi bilan munofiq bo'ladi. Tepilishi bilan iymonni kamil aylandi. Mu'mini kamil aylandi. Shuning uchun biz ixlos sifatiga har bir o'rinda e'tibor berishimiz kerak. Allah subhanahu va taolo bizlarga dinni faqat Allah subhanahu va taoloning o'ziga xolis qilishga buyurdi. Ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Dinning ma'nosi ibodatni faqat Allah subhanahu va taoloning o'ziga xolis qilishdir. Dinning ma'nosi bundan boshqa emas. Biz ixlosni yanada yaxshi tushunish uchun, masalan, dunyodagi eng katta amallarning biri shariat ilmini talab qilishdir.
Şunun qarşısida pes amallardan biri amalning bekor bo'lishiga sabab bo'ladigan narsa ish beqish. Kim ish baqsa amali bekor bo'ladi degan so'zlar bor. Heves yani ma'nosiz ishni baqsa o'lash, o'yliga qaratish, pati baqtirish uchun ish baqchilar buning sirtida. İşteken qachini 7 qitim yuyib, 8-sida tuproq bilan yuvish kerak. Shundala qach pak bo'ladi. Shariat ilmini o'rganish eng katta mukofot oladigan amaldir. Agar shu shariat ilmini o'rganishda insonda ixlos tepilmasa, shuning bilan Alloh subhanahu va taoloning rozilik talab qilinmasa, eng katta azobga sazovor bo'ladi. İşni ussuz holatda tepib, uni ixlos bilan halok bo'lishidan saqlanib qolishiga sababchi bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uning gunohlarini mag'firat qiladi. Biz ixlosning qanchalik muhim ekanligini bilishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadis muboraklarini keltirmoqchiman. İmam Abu Davud rivoyat qilgan. Kimiki Allah subhanahu va taoloning roziligi talab qilinadigan ilmni dunyoni maqsad qilib, ya'ni ba'zi dunyo ilmlari borki, buning bilan dunyolik kasbini to'g'rilab olaman degan emas. O'rgansa maqsadi faqat oxirat ilmini dunyo tepish uchun bo'ladigan bo'lsa, jannatning purqini topolmaydi. Jannatning hidi 500 yillik musobadan kelib turdi. Minhajjus sanada mana bu hadis sharifi keltirilganligi hammamizga ma'lum. Shariatda zina qattiq cho'ng gunoh. Bu gunoh ma'lum bo'lsa, 4 kishi guvohlik bersa, tash bo'ron qilib o'ldiriladi. Mana shundoq gunohni o'tkazgan ayol nihoyat ussiz ishni ko'rib, ayiqida suv ilib ishni sug'agan. Shu ishning ussizligini qondirish bilan, lekin shu xolis iymon bilan bo'lganlik uchun gunohi kechirilgan. Agar xolis iymon qalbida bo'lmasa, ishni sug'agan har bir kishi, balki insonni sug'agan har bir insonning gunohi kechirilmaydi. Biz ixlosning amallardan qanchalik muhimligini bildirmoqchimiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u Rasulullohning mundaq deganligini anglagan. Qiyomat kuni tunji bo'lib savol so'roq qilinadigan kishi shahid bo'lgan kishidir. U Allohning dargohiga keltirilib, Alloh uningga dunyoda bergan ne'matlarini eslatadi. U mu eslaydi? Alloh subhanahu va taolo u ne'matlarga shukr qilish yuzidan nimalarni qilding deydi. U kishi sening yo'lingda kurash qilib shahid bo'ldim deydi. Alloh subhanahu va taolo u kishiga sen yolg'on aytding, sen botir otilish uchun kurash qilding va otalding deydi. Ondan u Allohning buyrug'i bo'yicha yuzi bilan do'zaxga tashlandi. Ondan ilm o'rgangan va o'rgatgan, Qur'on o'qigan kishini keltirdi. Alloh uning bergan ne'matini to'ntidi. U toniydi. Alloh subhanahu va taolo bu ne'matlarga shukr qilish yuzidan nimalarni qilding deydi. U ilm o'rgandim va o'rgatdim. Sening roziliqing uchun Qur'on o'qidim deydi. Alloh subhanahu va taolo yolg'on aytding. Sen bo'lsang boshqalar meni olim desin deb o'rganding.
Qur'onni qori desin deb o'qiding. Shundaq deyilding, deydi. Ondan u Allohning buyrug'i bo'yicha yuzi bilan so'rilib do'zaxga tashlandi. Ondan Allah türlük mal-mülklerini berip dövletmen qilgan kishi keltirildi. Allah onunğa bergen nimetini eslatdi, u e'tirof qildi. Allah bu ne'matlarga shukr qilish yuzidan nimalarni qilding, deydi. U kishi, men sening roziliqing uchun sen pul sarf qilinishini yaxshi ko'rdigan lekin yo'llarning hammasiga pul mal sarf qildim, deydi. Birodarlar, bid'atga sarf qilgan emas, kufrga sarf qilgan emas, shirkka sarf qilgan emas. Faqat Alloh buyurgan joylarga sarf qilgan. Ammo shuni sehi deyilish uchun sarf qilgan. Biz Alloh yo'lida sarf qila olmaymiz. Allah yolg'on etding, sen bo'lsang kishilar meni sehi ekan desin deb pul mal sarf qilding, shundoq deyildi, deydi. Ondan u Allohning buyrug'i bo'yicha yuzi bilan so'rilib do'zaxga tashlandi. Muslim rivoyat qilgan. Mana bu hadisdan o'zimizga xulos chiqarib olamizki, ixlos bo'lmagan amal har qancha ko'rinishi katta bo'lishidan qat'iy nazar u quruq, savobi yo'q amaldir. Demak, har bir mu'min kishi o'zining qilayotgan amalining ko'rinishiga e'tibor bergandan ko'ra to'g'ri ko'rinishiga e'tibor beramiz. Nima to'g'risida? Kitobi sunnatga muvofiq bo'lishida, shu ishni Alloh buyurganmi yo'q? Buningga e'tibor berishimiz shartdir. Lekin xuddi shuningga e'tibor bergandan ko'ra ko'proq ixlos, ya'ni Allohning rizosining o'zini maqsad qilishga e'tibor berishimiz kerak. Ba'zi ulamolar ixlos nima degan savolga ta'rif, tushuncha berganki, Allohga itoat qilganda, bo'ysunganda faqat Allohning o'zini maqsad qilish degan. Ba'zi ulamolar ixlos qalbni maxluqlarning mulohisidan tozalash degan ekan. Palonchi nima deydi degan narsalardan butunlay qalbini poklab, uning o'rin bermaslik kerak. Ba'zilar ixlosmand kishi kim degan savolga boshqalarning qalbida o'ziga nisbatan hurmat tamoman chiqib ketgan bo'lsa ham e'tiborga olmaydi. Mana bu haqiqiy muxlis odam degan ekanlar. Nimaga? O'zi bilan Allohning o'rtasini tuzitishga shu qadar avori bo'lganki, qalbini butunlay Alloh bilan o'zining o'rtasini tuzishga e'tibor bergan. Odamlarning o'z amalidan kichikkina bo'g'inini ham ko'rib qolishini xohlamaydi. Mana bu ixlosdir. Biz ixlosni bilishimiz uchun uning aksi bo'lgan ba'zi amallarni bilsak, texmi tushunishlik bo'ladi. Birinchi ixlosga zid bo'lgan narsa riyodir. Riyo odamlarning ko'rishi maqsadida odamlar maqtson deb qilgan ibodatini ko'rsatishdir. Ta'zim, hurmatlanish, maqtanish, moyil qilish, cho'ng ko'rinish mana mushularni maqsad qildi. Mana bu riyodir. Shuningdan saqlanish ixlosdir. Ixlosning yana bir aksi sum'a. Odamlar anglasin deb qilish. Mana bu sum'adir. Buning lug'ati o'zbek tilida iste'mol qilinmaydi. Ebu Hamidil G'azzali rahimahullohdan hikoya qilindiki, menga shu xabar yetdiki,
kimiki Allah uchun 40 kun ixlos bilan tirishib amal qilsa, amal ibodat qilsa, uning qalbidan tiliga hikmat iqib chiqadi. Gap qilgan so'zlari hikmat bo'lib qoladi degan so'z yetdi. Men 40 kun qattiq ixlos bilan amal qilib yurdim. Lekin bu narsa menga hosil bo'lmadi. Ondan bu ishni ba'zi diniy olimlarga aytdimki, men mushundaq ishlarni anglagan edim. 40 kun shu narsaga tirishdim, ammo hikmat qalbimdan tilimga chiqmadi deganda aytganlarki, sen hikmatning chiqishi uchun harakat qilding, Allah uchun harakat qilmading degan ekan. Shunchalik ixlos bo'lish kerak. Ba'zi kishilardan ixlosni hosil qilish uchun to'g'risida so'ralganda mundaq degan ekan. Birinchi, ko'rinmaydigan ibodatlarni ko'p qilish. Ko'p qilish bilan birga nihoyatda maxfiy qilish. Masalan, kechida kishilar uxlab yotganlarida ibodat bilan bidor bo'lish. Kim palonchi kechilik ibodatda bidor desa, uni aksini qilib bidor bo'lmaslik. Kechida bidor bo'lib ibodat qilganligingizni bildirmaslikka harakat qilish va maxfiy sadaqalarni berish, hech kim bilmaydigan maxfiy sadaqalarni qilish, yolg'iz vaqtlarda Allohdan qo'rqib yig'lashdir. Mana bu narsa bilan kishida ixlos paydo bo'ladi. Umar Farruq radhiyallohu anhu aytgan ekanki, kishining niyati haqda xolis bo'lsa, o'zining ziyniga bo'lsa ham haqda xolis bo'lib ish qilsa, Allah subhanahu wa ta'ala uning bilan odamlar o'tirisini kifoya qiladi. Bu odamlar bilan uning o'tirisidagi kelishelmagan ishlarni o'zi o'nglab qo'ydi. Odamlar bilan o'zingizning orasini yaxshilashga harakat qilmang, birodar. Bu qiyin narsa. Odamlarga agar 100 yil umr berilsa, bir kun kam 100 yil xo'shal qilib, oxirgi bir kunida ko'ngilni ololmasangiz, shu kuni sizdan xafa bo'ladi. Agar odamlar bilan o'zingizning o'tirisini tuzmoqchi bo'lsangiz, Allah subhanahu wa ta'alaga niyatingizni xolis qilishingiz kerak. O'zingizning ziyningizga bo'lsa ham Allah subhanahu wa ta'ala siz bilan odamlar o'tirisida kifoya qiladi. Ammo o'zingizni yo'q sifat bilan odamlarga ko'rinsangiz, o'zingizni kechib bidor bo'ladigan kishiga o'xshatib, o'zingizni riyokorlik bilan ko'rsatsangiz, Allah subhanahu wa ta'ala sizni ayiblaydi. Savol: ba'zi amallarda bandaga e'tibor berish mumkinmi yoki emasmi? Masalan, imom namozga turib rukuga borganda oyoq tevishini anglab, kishilarning birinchi yoki ikkinchi rakatga yetib olishi uchun rukuda uzoqroq turib qolishi yoki shuningga o'xshagan ba'zi ibodat ustida boshqalarga yordam berish uchun odamlarga e'tibor berish riyo bo'lamdi, ixlosga zidmi degan savol bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi amallarimiz borki, bu amallarimizda boshqa birodarlar ham ibodatda yaxshi bo'lishi uchun yordam berishimizga to'g'ri keladi. Shuningga e'tibor berishga muhtoj bo'lishimiz bu riyomi, ixlosga zidmi yo'q? Javob: biz aytamizki, yoqdaymiz. Buningga dalil Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: men namozga turganda namozni uzatishni o'ylayman, lekin keyin kichik bolaning yig'ilgan ovozini anglab qolaman. Mavzu sirtiga chiqsaq, mana bu hadis ayollarning 5 vaqt namozga kelib turganligiga dalil bo'ladi. U bola namozda emas. Agar islomiy holat bo'ladigan bo'lsa, namozga keladigan ayollarning shu go'dak bolalarining turadigan joyi bo'ladi.
namozni uzun o'qimoqchi bo'lgan niyatimni buzimanda onasining jafosini yengiltish uchun namozni yengil o'qiyman degan. Yana bir hadis, emirlikki haris bo'lmanglar, qiyomat kun nadomat bo'ladi. Lekin Qur'on Karimda ular ey Rabbimiz bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni, ya'ni bizga sana itoatman farzand ato qilishingni tilaymiz. Bizni taqvodorlarning peshvosi, ya'ni taqvodorlarning namunasi yaxshilikqa da'vat qilg'ich qilg'in deydi. Mu'min kishi oilasining qandoq bo'lishi bilan ko'zi xursand bo'ladi? Javob: Allohning hukmiga bo'ysunib yurganligini ko'rish bilan xursand bo'ladi. Alloh o'zining yaxshi bandalarini maqtab, taqvodorlarga peshvo bo'lishni Alloh subhanahu va taolodan so'raydi deb maqtadi. Fosiqlarga peshvo bo'lsangiz, qiyomatda siz ularning peshvosi bo'lganligingiz uchun javob berasiz. Ularni yaxshilikqa buyurib, yomonligidan to'smasangiz. Agar atrofingizga to'plashgan kishilar muttaqi bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kuni hamma sizga dushman bo'lganda, hatto ota-onalar ham sizga savob berolmagan vaqtda sizga do'st bo'ladi. Bu vaqtda Qur'on Karimda bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat Alloh uchun do'stlashgan taqvodorlar undaq emasdir deyilgan. Shunga muttaqilarga peshvo bo'lishni so'rash ixlosga zid emas. Mana bu hadis shariflarning mazmunidan o'zimizga xulosa chiqarib olamizki, hech qachon amal qabul bo'lmaydi. Faqat ixlos sifati bo'lgandilar ondan qabul bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ikki xil sifatga ega bo'lgan amalni qabul qiladi. Birinchisi ixlosdir. İkincisi sünneti Rasulullah, yani kitabi sünnetki muvafiq bo'lish kerak. Demek ibadet Allah'ның o'ziga bo'lish kerak. Hamda Allah buyurgan şekilde bo'lish kerak. Bu vaqtda Allah subhanahu va taolo mundaq deydi: yaxshi so'z Allohning dargohiga o'rlaydi. Yaxshi amal uni ko'taradi. Biz shuningdan o'zimizga xulosa chiqarib olishimiz kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi buningga dalolat qiladi. Jannatga hech kim amali bilan kira olmaydi. Ya'ni jannatda beriladigan mukofotga loyiq amalni qila olmaydi. Shundalar ashabilar Rasul sallallohu alayhi va sallamdan so'rashdilarki, sizning amalingiz hem cennetke elip kirishke yeterlik bo'lmamdi deb so'rashganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening amalim hem cennetke elip kirolmaydi, lekin Alloh o'zining rahmati bilan o'rganda Allohning fazli bilan kiraman degan. Chunki Alloh ilohlik sifatida, banda qulluq sifatidir. Kul hocasının buyrug'ini qiladi. Uningdan mukofot elish uchun qilmaydi. Dunyoning qullari mana shundoq. Birodarlar, qul hocasının buyrug'ini mukofot umid qilmasdan buyrug'ini bajirdi. Buning hikmati haqida ham fikr yurgizmaydi. Hocam buyurdi, qildim deydi. Mukofotni talab qilmaydi. Demek insan hem Allah subhanahu wa ta'ala'nın kulu. Allah onun haqiqiy hocası. Allah tarafından bo'lgan buyruqni o'z ayni qilish kerak. Hem de Allah subhanahu wa ta'ala'nın onu cennet bilen mukofotlashi rahmati ve fazli bilen bo'ladi.
Onun ameli Allah subhanahu wa ta'ala tarafından berildiğin cennetke layık olmaydı. Şunun için hem biz Allah subhanahu wa ta'ala tarafından nimi bilen mükafat sazavar bolamaz? İhlas bilen biraderler. Mana bu ihlas bütün emellerinin asası, dininin negizi ve meğizidir. Eğer ihlas süpti tepilmese, bu kılınıvatkan emellerinin hemmesi dünyanın özde kalıdır. Biraderler, şunun için hazırki birinci dersimizni dinimiznin meğizi boğan ihlastan başladık ki, eğer biz mana muş doğru yolunu derslerimizin kuruluşuga doğru koyuvasak, yani her bir emellerimizni şu ihlas asasıga kıygandıla, andın bizning amelimiz Allah tarafından kabul bo'ladigan maydonga chiqadi. Bo'lmasa bizning kechis turib ibodat qilganlarimiz Allah razılık uchun bo'lmasa, qilib yurgan yaxshiliklarimiz Allah razılık uchun bo'lmasa, ixlos bilan bir qitim oddiy amal qilgan odam bizdan afzal bo'ladi. Shuning uchun banda o'zining har bir qilgan harakatini Allah subhanahu wa ta'ala'nın razılık için kılış gerek. Tabiinlardan bir kişi mındaq deydi. Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerden 70 kişini gördüm ki, bularning baraberide birer kişini tanqid qilib bo'lmaydigan katta sahabeler idi. Ular munofiqdan qo'rqib, kech kunduz ishi bilan tishini bir xil qilishga harakat qilishar edi. Köp derslerimizde bayan kılganmiz. Hudeyfe ibnül Yemani radıyallahu anhuni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sırları deb yad kılınar idi. Bu kişiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırlarını aytarken, bu kişide Allah bergen bir kabiliyet barken ki, hiç kimge bu sözünü aytmasken. Ve sahabeler soruşarken ki, hatta Hudeyfe ibnül Yemani radıyallahu anhu bir cenazege bağmasa, bazı sahabeler şu kişiye karışıp kalarken, bu kişi özrüsüz bağmagan bolsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den münafık ikenlikini anlaganlığı üçün bağmazken, Ömer İbni Hattab köprak şu haqda oynarken, hatta şu zat hem nifaqdan qorqarkenlar ki, ey Hudeyfe, Allah'a qasam içip sorayman ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meni munofiqlardan sanaganmı yok? Meni ayımasdan aytqin deganda, yo'q degan ekan. Shu javobni bergan ekan. İnsan özünün ixlos sübtini yo'qotish bilan munofiq sepiga qaytiladi. Chunki iymon nima? Iymon til bilan iqro qilish, qalb bilan e'tiqod qilish va islomning arkonlariga amal qilish bu uchidir. Munofiqda til bilan iqro qilish tepiladi ve erkanlarga amal qilish tepiladi. Bizning qatorimizda yurib namoz o'qib yuraveradi. Hatto ki josuslik qilib, maosh elib, farzand tarbiyalayotgan josus ham sepingizda namoz o'qib yuraveradi. Tilida la ilaha illalloh deb yuraveradi. Agar til bilan iqro qilib, qalbda e'tiqod qilib, erkanlarga bo'ysungan kishi bilan tilda iqro qilib, erkanlarga amal qilgan, ammo qalbdagi e'tiqod tepilmagan kishining mukofoti o'xshash bo'ladigan bo'lsa, eng katta munofiq bilan eng katta ixlosmand odamning mukofoti o'xshash bo'lgan bo'ladi demak.
Şu ixlos sifati tepilmaganligi o'tirdiki qalb bilan e'tiqod qilish tepilmaganligi uchun u do'zaxning eng pastki qismida bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, biz ixlos sifatini paydo qilishga harakat qilmaydi ekanmiz. Bizning amalimiz hammasi bekor bo'ladi. Oyat karimaning ma'nosi shuki, vallohu alam, biz faqat tilimiz bilan ixro qilishga buyurilgan emasmiz, yoki ko'rinishida amal qilib qo'yishga buyurilgan emasmiz. Ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga buyurildi. Sura Bayyina 5-oyatning bir qismi. Dinni faqat Allohga xolis qilib, ixlos sifati bilan amal qilishga buyurilganmiz. Agar biz bu sifatni vujudga keltirmasak, Alloh subhanahu va taoloning oldiga berib talab qiladigan mukofot yo'q, birodarlar. Nimaga? Odamlar uchun bo'lsa, odamlar seni maqtagan deydi. Shuning uchun ba'zi vaqtlarda xaridoringiz bek ko'payib ketgan vaqtda o'zingizni bir tekshirib ko'ring. Xaridoringiz ozlab ketgan vaqtda alhamdulillahki shu vaqtda ham menga ixlos nisb bo'ldi deb e'tiqod qilmoqligimiz kerak. Allah bizlarga ixlos ne'matini nasib qilsin. Darsimizni davomlashtirishga nasib qilsin. Agar biz shu sifatni o'zimizda barpo qilsak, boshqa narsalar bizga ziyon qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo bizlarning amallarimizga muhtoj emas. Biz qulligimizni butun vujudimiz bilan ixlosni ko'rsatishga buyurilganmiz. Mana mushu buyurilgan narsani ko'rsatsak, Alloh tarafidan bo'lgan mukofotga erishimiz. Allohning beradigan mukofoti qimmatdir. U arzon emas. Allohning beradigan mukofoti jannatdir. Bu jannat faqat ixlos sifatiga ega bo'lgan kishilarnikidir. Agar ahli jannatning zikrini ko'rsangiz, mening amalim qayerda, ahli jannatning amali qayerda deb o'ylaysiz. Ahli do'zaxning amalini ko'rsangiz, men bunchalik rasvo bo'lmadim-ku deysiz. Demak, mu'min kishi doim Allohning azobidan qo'rqib, rahmatidan umid qilib yashash kerak. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Abduvali Qori rahimahullohning ixlos to'g'risida degan birinchi darslikni angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.